Xo'sh, assalomu alaykum hammaga. Mana biz mollarimizga kechki yem berish jarayonidamiz. Mana mollarimiz ikkitasi jaydari, bunisi Greenford, mana bunimiz Simmental. Bularimiz jaydarini bollari. Mana bunimiz esa Greenford va Shved chatishgan. Greenford bolasi, otasi toza Shvedga qo'ygan. Mana bu yemimiz. Bu makka yorma, bug'doy yorma va sinchga yemini aralashmasi, uchalasini aralashtirganmiz. Keyin yana bitta yemimiz bor. Bu esa kunjara azizlar, kunjara va boyagi 3 ta aralashmani qo'shilgani. Xo'sh, mana yemimiz. Ertalab kechqurun 2 mahal yem beramiz. Bir mahal silos yeydi. Mana jaydarini bollari. Bular azizlar mana 8 oylikka to'lgan bular. Lekin kichkina juda. Bunimiz 4 oylikka to'lgan. Bulardan katta ancha. Effekti zo'r. Sizlarga ham tavsiya qilib qolaman. Iloji boricha sorti, parodasi zo'r mollar qilishdi. Mana bu ikkalasi birinchi tuqqan. Bu ikkalasining bolasi mana shu ikkalasi. Keyin mana buni bolasi esa bulardan ancha katta. Buni bolasi mana. Mana bu Simmental'imizga keladigan bo'lsak, buni 13 million so'mga sotib olib kelganmiz kichkina paytda. Mana bu hozir 3 oylik bo'g'oz. Xudo xohlasa buni toza Simmental nopasga qo'yganmiz. Mol qilishlaringizni tavsiya qilib qolamiz hammaga. Barakasi zo'r. Foydasi zo'r. Men o'zi boshqa ishda ishlayman. Bu shunchaki ertalab kechqurun biz 2 mahal qaraymiz molga. Ertalab kechqurun vaqtim bo'ladi, yarim soat qarayman.